qiyomat kunida bandaning oyog'i Robbisini oldidan uzilmasdan turun 5 narsadan so'raladi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'ldi. Hamma Allohning huzurida turibdi. Har bir odamdan yakkama-yakka, yolg'izma-yolg'iz 5 narsadan Alloh so'raydi. Shuni so'ramasdan boshqa yoqqa ketish yo'q. Shu so'rovni javobiga qarab ish bitadi. Maqom belgilanadi. Shuni birinchisi an umrihi fima afnahu. Har bir bandani o'zidan umrini nimaga sarflaganini so'raydi. Xo'p, men senga umr degan ne'mat berdim. Nima qilding deydi. Daqiqama-daqiqa, soniyama-soniya javob berish kerak. Ana o'sha 5 buyuk narsadan ikkinchisi an shababihi fima ablahu. Ana bandani yoshlik chog'idan so'raydi. Yoshlik chog'ingda yoshligingni nimaga yo'liqtirgansan? Nima sinovida o'tkazgansan? Nima qilgansan yoshligingda? So'rov shu. Qarang, umrdan umumiy so'ralyapti. Umrni bir qismi bo'lgan yoshlikdan alohida so'ralyapti. Chunki yoshlik chog'i halindaqa hal qiluvchi davr. Chorroha davri. Kimni kim bo'lishini belgilab qo'yadigan davr. Hozir bizning jamiyatimizda ham ba'zi bir hakim kishilar, hikmatli kishilar bolalar 15 gacha nima bo'lsa bu bo'lar ekan deyishyapti. Ya'ni 15 yoshigacha kimni kimligi aniqlanib bo'lar ekan deyapti. Ana shu. Demak, umridan so'ragan Alloh yoshlik chog'idan ham so'rar ekan. Shuning uchun yoshlik chog'ida nima qilganini aytib faxrlanadigan, Allohning huzurida yuzi yorug' bo'ladigan bo'lishga har bir yosh inson urinishi kerak. Qarimasingdan turun, yoshligingni g'animat bil. Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohilarni tayyorlab ol. Umringga kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi.